Bugun oyijon retseptlarda armyancha taom tayyorlaymiz. Guruch, tyorkadan chiqqan pomidor, piyoz, keyin farsh, universal priprava. Yaxshilab aralashtiramiz. Bitta sirni aytmay ketdim-ku. Oyijon har doim sariyog' qo'shib yuboradi. Tuxumli birinchi retseptlarini bundan oldingi videolarda rosa ko'p ko'rsatib berganman. Shunday tuxumni chaqqansiz, oddiy birinchida pishirib oladi. Baqlajonni o'rtasidan bo'lasiz. Pomidorni boshini olib tashlaysiz. Xullas, hammasining ichiga nachinkani xuddi videoda ko'rsatilgandek solib chiqamiz. Toki esdan chiqmasin, faqat ingichka qilib bo'laylik. Qizib turgan yog'da kartoshkani jazillatib qovurib, yog'dan olamiz. Yog'imizni ham sal kamaytirib, podlivkasiga o'tamiz. Piyozni jazillatib qovurasiz. Qizil tomat, sabzi, tabga ko'ra tomatni sok yoki suv qo'shib yuborasiz. Ishoning, bu hayotingizdagi eng sochni chiqadigan assorti bo'ladi. Yarim soatda ovqatimiz tayyor. Voy, bu o'choqda ovqat qo'yguncha shunaqangi isib ketdim-ey. Bifresh olmaligi bilan hamma ishim maroqli o'tadi-ya. Sizgachi? Sizga qaysi taom ko'proq yoqadi? Voy, ishtahalarim ochilib ketdi. Hozir o'zida yurechani bosib, yaqinlagi videoni jo'natib qo'yinglar. Bilasizlar-yu, qo'ynim ko'tariladi. Mazasiga gap bo'lishi mumkin emas, olinglar. Bifresh bilan bo'lsa, har bir taomimiz yana ham mazaliroq, yoqimli ishtaha.